kompleks birikmalarning nomenklaturasi mavzusiga to'xtalamiz. Karnason birikmalar nomenklaturasi IUPAC tomonidan belgilanadi. Nomenklatura birinchi marta Alfred Werner tomonidan yaratilgan kompleks birikmalar tizimiga asoslanadi. Werner nazariyasigacha har xil kompleks birikmalar rangi, muallif nomi yoki olingan joy nomi bilan atalgan. Misol uchun, Magnusning yashil tuzi, sariq qon tuzi, qizil qon tuzi, Reynike tuzi, Peroni tuzi, Berlin zangorisi, Trumbul ko'ki, Gro xloridi. Ligandlarning atamalariga to'xtaladigan bo'lsak, manfiy zaryadli ligandlar nomlanganda id qo'shimchasi bilan tugaydigan oksida ligandlarda id o'rniga O qo'shimchasi qo'shiladi. At qo'shimchasi bilan tugaydigan oksida ligandlarga esa O qo'shimchasi qo'shiladi. Misol uchun, ftoro, xloro, okso, tio, gidrokso, sulfato, siano, nitro, gidrido. Nitral ligandlar nomlanganda ularning nomlari o'zgarishsiz qo'llaniladi. An'anaviy ravishda ba'zi ligandlar uchun maxsus nomlar qo'llaniladi. Misol uchun, akva, ammin, karbonil, nitrazil, piridin, etilen, diamin. Kationli ligandlar nomlanganda quyidagicha nomlanadi: gidrazini, gidro, nitroili, nitrozili deb yuritiladi. IUPAC bo'yicha nomlanganda ligandlar soni sonli atamalar bilan ifodalanadi. Misol uchun, 2 bo'lganda di, 3 bo'lganda tri, 4 bo'lganda tetra, 5 bo'lganda penta, 6 bo'lganda geksa, 7 bo'lganda gepta, 8 bo'lganda okta, 9 bo'lganda nona, 10 bo'lganda deka. Agar murakkab ligand nomi allaqachon raqamli prefiksni o'z ichiga olgan bo'lsa, misol uchun etilen diamin, u holda kompleks birikmaning ichki sferasidagi bunday ligandlar sonini ko'rsatish uchun mazkur prefikslar ishlatiladi. 2 bo'lganda bis, 3 bo'lganda tris, 4 bo'lganda tetrakis, 5 bo'lganda pentakis va ligandning o'zining nomi qavs ichiga olinadi. Neytral komplekslarni nomlashda dastlab ligandlar soni, keyin ligand nomi va kompleks hosil qiluvchi nomi ko'rsatiladi. Misol uchun, tetrakarbonil nikel, oktokarbonil dikobalt, geksaxloro dialuminiy, trixloro triamin kobalt, dinitro tetra akva kobalt. Kationli kompleks birikmaning sistematik nomi quyidagicha hosil bo'ladi. Dastlab ligand soni, keyin ligand nomi, kompleks hosil qiluvchi nomi, tashqi sfera anioni va uning oksidlanish darajasi qo'yiladi. Anion va kation nomlari alohida yoziladi. Misol uchun, diamin kumush 1 gidroksid, geksa-amin kobalt 3 xlorid digidroksidi, digidrokso-nona amin dixrom 3 xlorid, geksa-amin temir 2 xlorid, penta-akva karbonil margens 2 bramid. Anionli kompleks birikmaning sistematik nomi quyidagicha tuziladi. Birinchidan, tashqi sfera kationi, keyin ichki sferadagi ligand soni va nomi aytiladi. Markaziy atomning lotincha nomini o'zak qismiga at qo'shimchasi qo'shiladi va markaziy atomning oksidlanish darajasi ko'rsatiladi. Kation va anion nomlari alohida yoziladi. Misol uchun, kaliy geksasiano ferrat 3, natriy disiano argentat, kaliy tetrayoda merkurat 2, kaliy geksaxloro platinat 4, kaliy pentabromo amin platinat 4. Kationli va anionli kompleks birikmalarning nomlari kationli va anionli komplekslarning nomlarini yasash qoidalariga muvofiq tuziladi. Birinchi kationli kompleks nomlanadi. Bunda birinchi ligand soni va nomi, keyin markaziy atom nomi hamda oksidlanish darajasi aytiladi. Keyin anionli kompleks qismi nomlanadi. Bunda birinchi ligand soni va nomi, keyin markaziy atomning lotincha nomining o'zak qismiga at qo'shimchasi qo'shiladi hamda oksidlanish darajasi aytiladi. Kation va anion nomlari alohida yoziladi. Anion formulasi markaziy atomning oksidlanish darajasini ko'rsatadi. Misol uchun, bis etilen diamin mis 2 tetraxloro platinat 2, tetrapiridin platina 2, geksasiano ferrat 2, geksa-amin kobalt 3, tetra nitrodiamin kobaltat 3, tetra-amin palladiy 2, geksaxloro palladat 4.
geksa-asetanitril nikel 2 tetrayoda nikolayat 2 deb nomlanadi. Ko'p yadroli kompleks birikmalardagi markaziy atomlar bevosita bir-biriga ligandlar orqali bog'lanadi. Bunda bog'langan ko'prik ligandlar oldidan mu harfi qo'yiladi. Misol uchun, mu amido, mu gidrokso, bis tetraamin xrom 3 nitrat deb nomlanadi. Keyingi kompleksga to'xtaladigan bo'lsak, dastlab ko'prik sifatida kelgan ligandlar nomlanadi. Mu gidrokso, bis tetraakva, temir 3 sulfat tarzida nomlanadi. Keyingi kompleks birikmamiz anionli kompleks birikma bo'lganligi sababli birinchi tashqi sfera nomlanadi. Bunda kaliy di mu gidrokso bis oksalata xromat 3 tarzida nomlanadi. Keyingi kompleks birikmamizda dastlab ko'prik sifatida kelgan ligand nomlanadi. Mu gidrokso bis tetraakva nikel 2 xlorid deb nomlanadi. Keyingi kompleks birikmamizda esa tetraamin xrom 3, mu amido, mu gidrokso, dixloro, diamin xrom 3 sulfat tarzida nomlanadi. Izopoli birikmalarning nomlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'pchilik kompleks baratlar, silikatlar, fosfatlar, niyabatlar, tantalatlar, molibdatlar va volframatlar juda murakkab tuzilishga ega. Bu birikmalar odatda umumiy qoidalarga muvofiq o'zlarining umumiy molekulyar formulalari bilan nomlanadi. Misol uchun, vodorod 26 okso, okta molibdat 6. Keyingi kompleksni nomlaydigan bo'lsak, tetrakaliy, tetravodorod, dodeka okso tetrasilikat tarzida nomlanadi. V kompleksni nomlasak, natriy dirug, dirug, deka okso trifosfat tarzida nomlanadi. Keyingi kompleks birikmamiz dikaliy, dimagniy 28 okso dekavanadat tarzida nomlanadi. D kompleks birikmamizni nomlasak, geksanatriy, divodorod 40 okso dodeka volframat tarzida nomlanadi. Ko'p yadroli birikmalar turli elementlarning markaziy atomlarini o'z ichiga olgan kompleks anionlar va ligandlar sifatida, shu jumladan ko'prik vazifasini bajaradigan oksid ionlarni tutgan birikmalar heteropoli birikmalar deb ataladi va ularni nomlashda quyidagilarga ahamiyat berishimiz kerak. A kompleks birikmani nomlaganda kaliy 40 okso dodeka volframa fosfat deb nomlaymiz. B kompleks birikmani nomlaganda kaliy 40 okso dodeka molibdo barat 3 deb nomlanadi. Keyingi kompleks birikmamiz natriy 40 okso dodeka molibdo titanat 4 deb nomlanadi. G kompleks birikmamiz esa vodorod 40 okso dodeka molibdo germanat 4 deb nomlanadi va D kompleks birikmamiz kaliy 24 okso geksa volframo yodat 7 deb nomlanadi. Y kompleks birikmamiz esa kaliy 62 okso 18 molibdo difosfat 5 deb nomlanadi. J kompleksimiz esa natriy 42 okso dodeka molibdo serat deb nomlanadi hamda Z kompleksimiz esa ammoniy 24 okso geksa molibdo tellurat 6 deb nomlanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.